Bu kitob shunchaki diniy qo'llanma emas, balki qalb shifoxonasidir. Uning birgina so'zini eshitish uchun yuzlab olimlar, amirlar navbatda turishardi. Shuhrat, boylik, martaba hammasi uning qo'l ostida edi. Bu ikkiyuzlamachilikdan qutulish uchun u hamma narsasidan voz kechadi. Avvalo inson qilgan ishi gunoh ekanligini, bu ish uni Allohdan uzoqlashtirayotganini aql bilan tushunib yetishish kerak. Agar birovning haqqini yegan bo'lsa, uni qaytarishdir. Xatoni tan olish ojizlik emas, balki kuchlilik belgisi ekanligini o'rgatadi. Hech narsam yo'q qoldi yotib, hech narsam yo'q qoldi uyg'onib. Yer yuzida mendan ko'ra boyroq kishi yo'q. Biz qoqilamiz, yiqilamiz, bilib-bilmay xatolarga yo'l qo'yamiz. Ba'zan bu xatolar yelkamizga shunday og'ir yuk bo'lib qoladiki, nafas olishimiz qiyinlashadi. Endi kech, endi oqlamayman deb o'ylaymiz. Lekin haqiqatdan ham shundaymi? Zulmat qa'ridan yorug'likka chiqishning imkoni yo'qmi? Inson gunohlardan xalos bo'lishning chorasi bormi? Assalomu alaykum azizlar. Irfon Plyusda Farohiddin Mas'ud bir kitob loyihasi bilan. Agar qalbimizdagi zanglarni qanday ketkazay desak, agar vijdonimiz qiynalayotgan bo'lsa-yu, halovat topa olmaydigan bo'lsak, bugun suhbatlashadigan kitobimiz biz uchun suv va havodek zarur. Bugun biz islom olamining eng buyuk mutafakkirlaridan biri, Hujjatul Islom, ya'ni islom hujjati degan sharafli nom olgan Imom G'azzoliyning shoh asari Ihyoyu Ulumuddin va uning eng muhim qismi bo'lmish Tavba kitobi haqida so'z yuritamiz. Bu kitob shunchaki diniy qo'llanma emas, balki qalb shifoxonasidir. Abu Homid G'azzoliy 11-asrda yashagan buyuk olim. 30 yoshlarda u Bag'dodning eng mashhur Nizomiy universitetining rahbari edi. Uning birgina so'zini eshitish uchun yuzlab olimlar, amirlar navbatda turishardi. Shuhrat, boylik, martaba hammasi uning qo'l ostida edi. Ammo bir kuni u chuqur ruhiy iztirobga cho'kadi. U tushunadiki, tilida aytayotgan ilmi bilan qalbning holati bir xil emas. Bu ikkiyuzlamachilikdan qutulish uchun u hamma narsasidan voz kechadi. Mansabini, boyligini tashlab oddiy darvesh kiyimini kiyadi va 10 yil davomida dunyo kezadi. Damashq masjidining yerlarini artadi. Quddusda uzlatga chekinadi. Aynan shu yolg'izlik va tafakkur yillar unga qalb ko'zini ochishga yordam beradi. U Ihyoyu Ulumuddin asarini aynan shu poklanish yillarida yozadi. U shunday zot ediki, G'arb olami uni islomning eng buyuk teologi, Sharq esa dinning jonlantiruvchisi deb tan oladi. Kitob 4 qismdan iborat bo'lib, birinchisi ibodatlar, ikkinchisi odatlar, uchinchisi halokatga eltuvchilar, to'rtinchisi esa najot beruvchilardir. Ihyoyu Ulumuddin diniy ilmlarni tiriltirish degan ma'noni anglatadi. G'azzoliy ko'radiki, o'sha davrda din faqat quruq qoidalar va bahslarga aylanib qolgan edi. U dinga jon kiritishni, ya'ni shariat qoidalarini inson ruhiyati va axloqi bilan bog'lashni maqsad qiladi. Bu ulkan asar 4 ta katta qismdan iborat bo'lib, bugun biz gaplashadiganimiz Tavba kitobidir. Tavba kitobi asarning 4-qismi, ya'ni Rubbul Munojot, najot beruvchilar bo'limining eng birinchi kitobidir. E'tibor bering-a, Imom G'azzoliy najotni nimadan boshlayapti? Namozdan emas, ro'zadan emas, aynan tavbadan. Chunki inson avval gunoh kirlardan tozalanib olmasa, uning qilgan gunohlari ham, yaxshiliklar ham ko'ngildagidek bo'lmaydi. Xuddi iflos idishga sut quyilsa, sut ham buzilgani kabi, tavbasiz qalbga kirgan ezgu amallar ham singmaydi. Asar oddiy tilda, savol-javob uslubida, hayotiy misollar bilan yozilgan bo'lib, u 900 yildan beri olimlarning ham,
oddiy dehqonlarning ham sevimli kitobi bo'lib kelmoqda. Ko'pchiligimiz tavbani shunchaki astag'firulloh deb qo'yish yoki kechir deb aytish deb tushunamiz. G'azoliy esa bu kitobda tavbani chuqur psixologik jarayon sifatida tahlil qiladi. Kitobda aytilishicha, haqiqiy tavba 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi ilm, anglashdir. Avvalo inson qilgan ishi gunoh ekanligini, bu ish uni Allohdan uzoqlashtirayotganini aql bilan tushunib yetishish kerak. Ikkinchisi hol, nadomatdir. Tushungandan keyin yurakda qattiq og'riq, afsus va nadomat paydo bo'lishi kerak. G'azoliy aytadi: nadomat o't olovdir. U gunohlarni kuydirib yuboradi. Uchinchisi esa amal, harakat. Bu gunohni darhol to'xtatish, kelajakda uni qaytarmaslikka qat'iy qaror qilish va eng muhimi, agar birovning haqqini yegan bo'lsa, uni qaytarishdir. G'azoliy kitobda kichik gunohlar va katta gunohlar haqida batafsil to'xtaladi. U kichik gunohlarni mensimaslik eng katta xato ekanligini ta'kidlaydi. Bir ajoyib o'xshatish bor. Gunoh xuddi qalb oynasidagi qora dog'ga o'xshaydi. Tavba esa shu oynani artishdir. Agar gunoh uzoq qolib ketsa, u zangga aylanadi va ketqazish yanada qiyin bo'ladi. Shuningdek, asarda inson haqqiga oid tavba masalalari juda qattiq qo'yilgan. 1000 marta tavba qilsang ham birovning haqqini, molini, obro'sini egasiga qaytarmaguningcha yoki undan rozilik olmaguningcha tavbang qabul bo'lmaydi, deydi muallif. Bugungi kunda psixologlar depressiya va nevrozlarning asosiy sabablaridan biri sifatida yashirin aybdorlik hissini ko'rsatishadi. Odamlar o'tmishdagi xatolarni kechira olmaydi, yillar davomida azoblanib yashashadi deyishadi. Imom G'azoliyning Tavba kitobi bu 12-asrda yozilgan mukammal psixoterapiyadir. U insonni umidsizlikka tushirmaslikka chaqiradi. Gunohim kechirilmaydi deb o'ylash bu Allohning rahmati cheksiz ekanligiga ishonmaslikdir deydi. Bu kitob bugungi kun insonlarga nima beradi? Qanchalik gunohlar botqog'iga botgan bo'lsangiz ham chiqish yo'li borligini ko'rsatadi. Bu kitob sizga mas'uliyat beradi. Xatoni tan olish ojizlik emas, balki kuchlilik belgisi ekanligini o'rgatadi. Va yengillik. Tavba orqali inson o'z yelkasidagi og'ir ruhiy yukdan xalos bo'ladi va hayotini toza varaqdan boshlaydi. Endi esa lirik chekinish qilamiz va aynan shu kitobdan parcha tinglaymiz. Iso alayhissalom shunday dedi: nonushtam ochlik, shiyorim xavf, libosim jun. Qishda isinadigan joyim oftob ro'ya, kechasi chirog'im oy, ulovim ikki oyog'im, taom va mevam yerdan unib chiqqan o't o'lan va ko'katlar. Hech narsam yo'q holda yotib, hech narsam yo'q holda uyg'onaman. Yer yuzida mendan ko'ra boyroq kishi yo'q. Tavba bu qaytishdir. Zulmatdan nurga, uzoqdan
yaqinlikka qaytishdir. Hammamiz ham xato qilamiz. Gunohsiz inson yo'q, lekin eng yaxshi inson xato qilmaydigan emas, balki xatosini anglab, uni tuzatishga shoshilgan insondir. Bu kitob 2021-yilda Qamar Media bosmaxonasida bosilgan bo'lib, bugungi kunda istalgan kitob do'konlarimizdan topishimiz mumkin. Bu kitobni albatta o'qishingizni tavsiya qilamiz. Chunki Allohning tavba eshiklari doimo ochiqdir. Ko'nglingiz xotirjam, vijdoningiz pok bo'lsin. Bilingizki, qalbingiz qanchalik toza bo'lsa, unda haqiqat shunchalik ravshan aks etadi. Salomat bo'ling azizlar. Sizlar bilan Farohiddin Mas'ud bo'ldi.